Mana biz hozir Yunusoboddamiz. Yangi shahar ko'chasida mana bunaqa yangi zapravka ochilganiga bu yoqqa 3-marta kiryapmiz. Hozir mashinani polniy bak qilib turib Surxondaryoga chiqib ketyapmiz. O'sha Surxondaryoni Sarosiyasiga boramizda. Sarosiyaga boramiz. Xudo xolasa Boysunga ana o'sha yerdagi 25-yillik qo'zilarni bir ko'rib turib olib kelmoqchimiz. Qirg'iziston chegaralari yopiq, Qozog'istondan qo'y kirmayapti. Endi mana Asqatni ko'rdinglar, u Rossiyaga qarab turib Dog'istonga qarab ketdi. Xudo xolasa o'tdan ham yangiliklar bo'lib qolish kerak. Asqat o'zi ketmadi-yu, mashinasini yubordi. Bizni vaqt bekor ketkazmasdan hozir xudo xolasa Surxondaryoga qarab ketmoqchimiz. Bahona zapravkani ham bir sizlarga yetib o'tmoqchimiz. Bu mana bu Xitoyliklar qurayotgan joydan ichkariga kirib ketiladi-da, shunda yangi shahar ko'chasida.